Azla transformerimizni xudo xolasa ruchkalari, shkaflarimizni eshiklarini o'ziga qilingan holatdagisini ko'rsatib o'taman sizlarga, ko'rishingiz mumkin. Bir qanotimiz ichida 3 qator polka bo'ladi, 4 etajli. Ikki qanotimiz ichida hozirda vishilkasi, 2 qator vishilkasi bo'ladi. O vishilkalarimiz o'rnida turibdi. Ikki qanotimiz ichida. Tayda ikkita tortmasi bor. Mexanizmlari 100% davodchilik. Naborimizni narxini aytib o'tib ketaman. Boshida ko'rishingiz mumkin 6,5 million so'm komplet holatda shkaf, lulkasi, komod, chester deb qo'yamiz. 4 ta tortmadan iborat, mexanizmlari davodchi. Undan tashqari tepa bola yo'rgaylaydiganlarigacha chiqadi. Qo'shib beriladi mana bunday bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, belanchimiz turishi 1.30 ga 80 lik bo'ladi. Ichida naborlari aytgan narximiz ichiga kiradi. Pashaxonalari ham, o'ramalari 3 ta bolishchasi bo'ladi. Qo'shimcha cho'zilganda qo'shiladigan matrasi. Bunimiz transformer. Shu holatda oldida reshotkasini olib spannilarga ulasanglar bo'ladi. Undan tashqari tebranadi. Undan tashqari balonchigi bor. Uyda ichida balonchigida o'ngga chapga qilsa bo'laveradi xolos. Shkaflarimiz 3 qanotlik. Chesterimiz ponni yonboshlarigacha krashinni endi holatda bo'lgan bunimiz. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab, manzilimiz Andijonda joylashgan. To'liq ma'lumot uchun pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqishingiz mumkin. Aytgan narximiz, mebelimizning narxi, dastavkasi alohida qo'shiladi. Aytgan narximiz vodiy ichiga dastavkasi tekin bo'ladi xolasa. Bemalol aloqaga chiqinglar, pastda nomerlar qoldiramiz. Hammalarga sog'lik tilaymiz.